Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizlik qilinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoyning qora qo'li Qashqarga yana soy tashladi. Xitoyning tashviqot vositasi bo'lgan Tangritog' to'rining 13-iyuldagi xabarida bildirilishicha, mazkur gen ambiri Xitoyning Xuada guruhi mablag' selib Sharq Turkistonning janubida qurgan tunji gen ambiri bo'lib, atalmish Xuada Janubiy Shinjang aniq o'lchamlik meditsina tajribaxonasi Qashqar shaharlik xalq doktorxonasining Dongching sho'ba doktorxonasida bitib ishga kirishtirilgan. Xabarda mazkur tajribaxonaga gen tartibini o'lchash asbobi, gen ambiri materialini tayyorlash sistemasi, bioximiyalik analiz bir gavdalashgan mashina, massaj spektroskopi qatorliq meditsinada ishlatiladigan uskunalar saqlanganligi bildirilgan bo'lib, Xitoy mazkur tajribaxonaning atalmish Janubiy Shinjongdagi omma bilan atrofdagilarga yuqori unumlik dal joyida bo'lgan molekularlik diagnoz qo'yish mulozimati qilib, kasalni texmi baldur bayqash, yanami dal joyida davolashga turtki bo'ladiganligini, Qashqar shahrida umumiy xalq kasallik genini haqsiz ayrim tekshirish, yuqumli kasalliklarning oldini olish, so'zilma kasalliklarning oldini olish, tizginlash qatorliq universal davolash kasbini tadrijiy yo'lga qo'yishni planlaganligini da'vo qilgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimining uzun yillardan buyon Uyg'urlarning gen fikrlarini to'plash orqali o'zining shum niyatlarini amalga oshirayotganligi, shundaqla mazkur gen fikrlari orqali Uyg'urlarning Xitoyning qonunsiz a'zo ko'chirish qurbonlariga aylanib ketayotganligi haqida ko'plagan mustaqil tadqiqotlar e'lon qilingan edi. Xitoy bu qatim Qashqarda bitkizib ishga kirishtirgan mazkur tajribaxona orqali Qashqar shahrida umumiy xalq kasallik genini haqsiz ayrim tekshiradiganligini e'lon qilishi, Xitoyning qora qo'lining Uyg'urlarga yana qanday shumliqlarni keltiradiganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni andishiga solmoqda. Amerika Xitoyni Hind Tinch okean rayonida muqimlikni buzish bilan aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi da'volarining qo'shni davlatlarning egilik huquqlarini dafsanda qilib, rayon tinchligini xatarga solganligini aytdi. Rubio Tashqi ishlar ministrligining to'r betida e'lon qilgan bayonotida Xitoyning 1982-yili dengiz huquqi shartnomasi doirasida ochilgan sud mahkamasining 2016-yili Janubiy Xitoy dengizi masalasi to'g'risida chiqargan qarorini nazardan saqit qilib, qonunga muxolif da'volarni ilgari surib, qo'shnilarga qarshi tajovuzchilik harakatlarini kunsiri kuchaytirayotganligini ta'kidladi. Rubio yana Xitoyning keng doiralik da'volari Vyetnam, Filippin, Malayziya, Bruney va Indoneziyaning hokimiyat huquqlarini bevosita dafsanda qilmoqda hamda Hind Tinch okean rayonidagi tinchlik, muqimlik va gullanishni buzmoqda, dedi. Rubio yana Amerikaning erkin ham uchiq Hind Tinch okean rayonini qo'llashni davomlashtiradiganligini, Xitoyni 2016-yildagi mahkama qaroriga amal qilish va xatarlik hamda muqimlikni buzg'uchi harakatlardan voz kechishga chaqiradiganligini takrorladi. Xitoy rejimi 1947-yili jakarlagan xaritasi orqali Janubiy Xitoy dengizining 80%da egilik huquqi da'vosi qilib kelayotgan bo'lib, yer osti boyliqlari jihatdan boy bo'lgan bu rayonda Filippin, Vyetnam, Bruney va Malayziya mo egilik huquqi da'vosi qilmoqda. Amerika ikki ittifoqdoshidan Xitoy haqida maydonini bildirishni talab qildi. Financial Times gazetining xabariga asoslanganda, Pentagon Yaponiya va Avstraliyadan Amerika bilan Xitoyning Tayvan masalasida urushga kirish ahvolida qanday rol o'ynaydiganligini aniqlashtirishni talab qilgan. Xabarga qaraganda, Amerika muavin mudofaa ministri Albert J. Colby yaqinda har ikki davlatning mudofaa mas'ullari bilan o'tkazgan ko'rishishlarda bu masalani o'ttirg'a qo'ygan. Bildirilishicha, Pentagon Yaponiya va Avstraliyaga Xitoy Tayvanga hujum qilsa va bu sababdan Amerika bilan Xitoy yuzma-yuz urushga kirsa, qanday siyosat qo'llanasizlar degan savolni qo'ygan. CNN televiziyasi Amerika prezidenti Trumpning saylan mazgilida i'ona beradiganlar bilan o'tkazgan bir yepiq yig'inda Xitoy raisi Shi Jinpingga Tayvanga hujum qilgan taqdirda Beijingga bomba otadiganligimni aytdim deganligini ilgari surgan edi. Sergey Lavrov bilan Wang Yi Beijingda ko'rishdi. Xitoy rejimi Rossiya bilan bo'lgan munosabatini dunyodagi cho'ng davlatlar orasidagi strategik jihatda eng qimmatli munosabat deb atadi.
Xitoy Kommunistik Partiyasi Markaziy tashqi munosabatlar komitetining mudiri va tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingda Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan o'tkazgan suhbatda Lavrovga Xitoy Rossiya munosabati bugungi dunyodagi cho'ng davlatlar orasidagi eng muqim, eng pishqon va strategik jihatda eng qimmatli munosabat ekanligini bildirgan bo'lib, u so'zida yana hozirgi mezgilda har taraflama strategik hamkorlikni cho'nqurlashtirish, har ikki tarafning taraqqiyoti va gullanishini ilgari surish hamda davolg'ib turgan va o'zgarishchan dunyo elib kelgan xiristlarga birlikda taqobil turishning zarur ekanligini aytgan. Lavrovning bu qatimliq ziyorati Shimoliy Koreya ziyoratidan keyin amalga oshirilgan bo'lib, Ukrainadagi urush va Amerika bilan bo'lgan jiddiychilik sharoitida elib berildi. Suhbatda yana Koreya yarim oroli, Ukraina krizisi, Iran yadro masalasi, Isroilning G'azzadagi urushini o'z ichiga olgan boshqa jiddiy masalalar muzokara qilingan. Xitoy hozirgacha Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinishda betaraf ekanligini joriy qilib kelgan bo'lsa-mu, Ukraina tashqi istixborot idorasining boshlig'i Oleg Ivashchenko Xitoyning Rossiyaning 20 harbiy sanoat zavodini muhim ashyolar bilan ta'minlaganligini e'lon qilgan edi. Shundaqla Ukraina istixborot organlarining 2024-yildan 2025-yilgacha bo'lgan oraliqdagi Xitoy bilan Rossiyaning Osiyo sohasidagi hamkorligiga aloqador oz deganda 5 tilning uchurlarga erishganligini ta'kidlagan edi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy ilgirki bayonotlarida kam deganda 155 Xitoyning Rossiya uchun urushga qatnashayotganligini, Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' va o'q-dori bilan ta'minlayotganligi to'g'risida Ukraina bexatarlik organlaridan axborotga erishganligini orqama-orqa e'lon qilgan edi. Ukraina hukumati uzun o'tmay e'lon qilgan jazo tizimligiga Rossiyaning shirkat organlaridan boshqa 3 Xitoy shirkatini kirgizgan edi. Trump Ukrainaga Patriot boshqariladigan bomba sistemasining avatilishini tasdiqladi. Amerika prezidenti Donald Trump Ukrainaga Patriot havo mudofaa boshqariladigan bombalarni avatadiganligini e'lon qilish bilan bir vaqtda Rossiya davlat raisi Vladimir Putinga bo'lgan noroziligini ifodaladi. Trump yakshanba kuni Maryland shtatidagi Joint Baza Underwest'da muxbirlarga qilgan so'zida Yevropa ittifoqi buning badalini to'laydi. Biz hech nima to'lamaymiz, ammo avatimiz. Bu biz uchun bir savdo bo'ladi va biz ularga intayin ehtiyojli bo'lgan Patriot boshqariladigan bombalarni avatimiz dedi. Trump avatiladigan Patriot boshqariladigan bomba sistemasining sonini tilga olmadi. Trump Rossiya prezidenti Putinning pozitsiyasini tanqid qilib, Putin nurg'un kishini haqiqatan hayron qoldirdi. U chiroyli gap qiladi, lekin kashda hammalarni bombardimon qiladi. Bu yerda kichik bir masala bor. Men buni yoqtirmayman dedi. Trump NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan ko'rishadiganligini bildirdi. Rutte dushanba kuni Washingtonda 2 kunlik ziyoratini boshlaydi va bu yerda tashqi ishlar ministri Marco Rubio, davlat mudofaa ministri Pete Hegseth va parlament a'zolari bilan uchrashadi. Trump o'tgan payshanba kuni dushanba kuni Rossiyaga munosabatlik cho'ng bir bayonot e'lon qiladiganligini aytgan, ammo tafsilotini bermagan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.